Tutgan ro'zanglar qabul bo'lsin. Xo'p, o'sha aka aytgandek negativ qaraydigan bo'lsak, agar like uchun, boshqa uchun deb hisoblasak ham bitta videoni olish uchun 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. Men bir haftada kamida 2 ta video qo'yaman, yoki 3 ta video qo'yaman. Bu degani bitta videoni olasizmi, 3 kun oilangiz bilan vaqt o'tkazyapsiz degani. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham baribir foydali bo'lyapti. Agar o'sha negativ qarasak ham. Xullas, orqadan gapiradigan odamlarni 1-2 bo'lmaydi. Ichi qora odamlarni 1-2 bo'lmaydi. Men buni ko'p aytganman. Ichingizdagi oxirgi kichkina qorani ham, hasadni ham chiqazib yuboring, Xudo sizga o'sha kundan berishni boshlaydi. Siz xohlagan, so'ragan narsangizni ko'pi bilan berishni boshlaydi. Bunaqa odamlar ko'p. Men misol uchun xafa bo'lib gapirmayapman. Men qanaqa tanimagan odamiga negativ bildirish mumkin deb gapiryapman. Misol uchun podyezdagi qo'shnilar ham gapiradi, lekin yonib kelib gapira olmaydi. Hali ham g'iybat qilib chiqib o'tgan ekan, voy podyezdda bir narsa, shunday eshikni ochdim, eshikni ol dedim, indamadilar, yugurib tepaga chiqib ketdilar.